Bu yer ochiqmi? Hey, kimdir bormi? Keling, o'tiring. Rahmat. Eshiting, boshlashdan oldin sizga bir narsani aytishim kerak. Sizga bir narsani bildirib qo'yishim kerak. Bilasizmi, nima desam ekan? Mening ko'p turmagingizni qay shaklda olamiz? Rostini aytsam, hozirgidan yaxshi bo'lsa bo'ldi. Lekin meni soch oldirishga yetadigan pulim yo'q. Ismingiz nima? Calvin. Sening qancha puling borligi menga qiziq emas, Calvin. Halay, senga yoqdimi? To'g'risini aytsam, oxirgi marta qanday bunaqa ko'ringanim esimda yo'q. Rahmat. Sizdan juda minnatdorman. Mana. Mening bor pulim shu. Yo'q, pul haqida o'ylama. Hozir bu pul senga mendan ko'ra ko'proq kerak. Rostdanmi? Hozir sen meni qanchalik xursandligimni tasavvur qila olmaysan. Aslida men bugun ish bo'yicha suhbatga borishim kerak edi. Suhbatga? Hozir bir daqiqa to'xtab tur. Uning orqasida biroz dog'i bor, lekin bilinmaydi. O'ylashimcha bu senga kerak. Keyin esa buni ham kiyib ol. Ey Xudoyim. Rahmat. Lekin iltimos, mana buni oling. Sizga nimadir berishim kerak axir. Yo'q, shart emas. Yuvinish xonasi orqada. Va oxirida meni assistent sifatida ishga olishdi. Undan keyin esa ko'chmas mulk bo'yicha juda ko'p narsa o'rgandim. Keyin esa ko'chmas mulk savdosi bo'yicha shug'ullana boshladim. Ko'chmas mulk bo'yicha kelishuvlarni amalga oshirish mendan ko'p vaqt talab qilmas edi. U men uchun juda oson edi. Vaqt o'tish bilan men sarmoyadorga aylandim va hatto o'zimni mol-mulklarni sotib olishga erishdim. Hattoki mana bu joyni ham esingizda bo'lsa kerak. 20 yil oldin siz meni sochimni tekinga olib qo'ygan edingiz, esingizdami? Va men bir aytgan gapingizni hech unutmayman. Bu dunyoda qilingan har bir yaxshilik o'zingizga 100 barobar bo'lib qaytadi. Ha, siz shunaqa degandingiz. Va bu mehribonchiligingiz sizga 100 emas, 1000 barobar bo'lib qaytyapti. Siz o'sha paytda menga juda katta yaxshilik qilgandingiz. Ey Xudoyim, men bunga ishona olmayman. Nahotki bu tush emas o'yin. Men senga buni qanday to'lash tasavvur ham qila olmayapman. Sen bu uchun allaqachon to'lab bo'lgansan.